Do'stlar, assalomu alaykum. 2026-yil 31-iyul sanasida xudo xolasa nektar 3 sortlarimiz uzilishni boshladi mana. Holatini ko'rib qo'yinglar. Mana shu bitta tupimizda necha kilo yuk bor deb o'ylaysizlar? O'rtacha necha kilo yuk qilgan? Bular 7 yoshli nektar shoptonlarimiz mana. Bitta tushib ko'rsatib qo'y, olib keling. Bu qarang. Yiriligini. Shoptonlar bo'yicha eng ko'p qiladigan bu nektar shoptoni mana. O'ta ham dahshat. Bu tomonini olib keling. Bu tomondan ko'rsatayım mana. Holatiga, vidiga, o'zini shunday chiroyli qilib aylantirib ko'rsatib bering mana. Holatini qaranglar. Qizil, sariq bo'lib ketadi tomonlari, bir tomoni. Mana pishib to'kilibdi mana. Shoxini ko'rsatib qo'ying. Albatta bunga ko'chatlardan ko'paytirib qo'yganmiz mana. Holatini qaranglar. Qani bitta yeb ko'rsatamiz endi. Bismillah. Oh. Bismillahirrohmanirrohim. Bu qara. Suvini qaranglar. Hamma meva-chevani xudo xolasa o'ziga yarasha o'rni bor, o'ziga yarasha ta'mi bor. Erta pishadiganida o'zini shu vaqtida o'zini o'rni bor, o'zini ta'mi bor. Kimga shunaqa ishonchli mevali ko'chatlardan kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Kimlardir telefon qilib so'raydi, qaysi shoptolingiz, qaysi mevangiz yaxshi deydi. Mevani hammasi yaxshi. Hammasi zo'r, lekin sortlari bor, yangi sortlari bor, eski sortlari bor. Undan kimga kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqaverasizlar. Hamma mevani, hamma ko'chatlarni o'z o'rni bor, vaqtida pishadigan oylari, kunlari bor. Shunga qarab eksalaring natija beraveradi. Faqat ishlov kerak. Tagiga qarash kerak, tepasiga dorisini, vitaminini berish kerak, qurtga qarshi, boshqa hasharotlarga qarshi, taylariga ozuqasini berish kerak. Shunda siz aytgan, o'ylagan natija bo'ladi. Mevalarimiz yirik bo'ladi, ham sifati o'ta chiroyli bo'ladi. Mana shunga o'xshagan sifati o'ta ham go'zal bo'ladi. Mana bu tomonni ham olib kelib ko'rsating. O'ta yirik bo'lgan muqarranglar, yerlarga to'kilib ham ketdi. Kalibrlar yaltirab, tilloga o'xshab yaltirab ketganini qaranglar mana. Bu tomonni ham ko'rsatib qo'ying mana. Kimga buni ko'chatlardan, mevalardan kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasa, pastda nomerlar qoldirib qo'yamiz. Quvayli dehqonga obuna bo'lib, like bosamiz. Sog' bo'lasiz. Mana bu tomonni ham katta qilib yirik planda olib qo'ying mana. Sog' bo'lasizlar, like bosamiz.